Uning maqsadlari katta edi. U eng yaxshi to'p urar bo'lishiga ishonardi. U olis qit'alarda gollar urib, vatandoshlarini xushnud etishni istardi. Butun vujudi Olimpiada bilan yashar, yuragi Parij ishqi bilan urardi. O'zbekiston kuboklarini boshi uzra baland ko'tarish orzusida to'p tepardi. Ko'hna qit'a futboli o'ziga chorlar, balki Yevropa uni quchoq ochib kutarmidi? Balki milliy jamoa safida yetakchi bo'lib, vatandoshlari yoqimtoyi bo'larmidi? Ammo u ulgurmadi. Do'stlarini Parijga olislardan turib kuzatdi. Orzulari uchun so'nggi kuchi qolguncha kurashish unga nasib etmadi. Hayot shunday. Omad kimgadir kulib boqadi. Yana kimlargadir u armon bo'ladi. Kim 35 bahorda 2-yoshligini o'taydi. Yana kimdir 25-bahor bilan tugaydi. Biz ularni yuragimizga ko'mdik. Biz ularni to'xtata olmadik. Sizdan esa tezlikni oshirmaslikni, qoidalarga qat'iy amal qilib, vatandoshlarimizning aziz hayotini asrashni o'tinib so'raymiz. Mazkur rolikda O'zbekiston Superligasining 2024-yilgi mavsumi ramziy terma jamoasidan joy olgan qahramonlarimiz suratga tushdi. U har yilning 17-noyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan yodga olinadigan Butunjahon yo'l transport hodisasi qurbonlarini xotirlash kuniga bag'ishlab, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan hamkorlikda tayyorlandi.